Jahondan, janondan og'rinib yuryotamsiz. Tövəndəki hekayəni anlang. Ustozning hammadan og'rinib yuradigan bir shogirdi bor ekan. Shuning bilan ustoz bir kuni bir siqim tuzni elib, bir stakan suvga elashtirib uning ichtiribdi. Shogird debdi: "Voy ustoz, nima degan tuzliq, nima degan achchiq" debdi. Ustoz uningdan mijaqroq tuzni elib bir ko'lga chechibdi. Ondan uning ichtiribdi. Shogird ichib bo'lgandan keyin yanala shundaq pokiz ham suzikkan debdi. Ustoz javob qaytiribdi: "Hayotlikdagi azoblar xuddi tuzga o'xshaydi. Uning qanchalik tuzliq bo'lishi sening qachonning cho'ng kichikligiga bog'liq" debdi. Jahondan og'rinib yurishlarimiz jahonning, janonning nacharlashib ketganligidan emas, balki bizning qon ko'ksimizning torliqidan. Bag'ringizni keng tuting. Har bir kunga xushallik bilan beqing.